Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan vitiligo mavzusida suhbatlashamiz. Vitiligo kasalligi, ya'ni teridagi oq dog'lar, D-pigment dog'lar, bu teri kasalliklari orasida eng ko'p uchrovchi kasallik hisoblanib, ko'pincha stress holatlaridan yoki organizmdagi endokrin kasalliklardan keyin yuzaga keluvchi teri kasalligi sanaladi. Oq dog' ko'pincha savol berishadi, murojaat qilishadi bemorlarimiz, genetik jihatdan ham bo'lishi mumkinmi deb. Ha, bo'lishi mumkin, genetik jihatdan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda, hozirgi uchrab turgan holatlarda biz aniqlashimizcha ko'pincha stress holatlaridan yuzaga keladi va organizmdagi endokrin uzilishlar, ayniqsa qalqonsimon bez kasalliklaridagi gormon o'zgarishlari, ya'ni autoimmun tiroidit kabi kasalliklar vitiligoni yanada kuchayishiga olib keladi. Hozirgi kunda vitiligoni davolash taktikalari turlicha, ya'ni konservativ davolash, xirurgik davolash. Konservativ davolash o'zi nima degani? Konservativ davolash bu mazlar, malhamlar, kremlar, tabletkalar yordamida yoki mezopreparatlar va shu bilan birgalikda fizioterapiya vositalaridan foydalanadi. Fizioterapiyaga nimalar kiradi? Eksimer svetlar, eksimer lazeri, naroban terapiya, UVA, UVB kabi va undan tashqari mezopreparatlar, mezoterapiyalardan foydalanish mumkin. Shu bilan birgalikda xirurgik davolash bor, ya'ni jarrohlik yo'li bilan davolash taktikasi bor. Epidermal ko'chirish, ya'ni epidermalniya пересадка, transplantatsiya yoki automelanocytar transplantatsiya usuli, ya'ni odam organizmi, o'sha bemor organizmidagi sog'lom epidermis ko'chirib o'tkaziladi yoki sog'lom hujayralar oq dog'ga ko'chirib o'tkaziladi. Hozirgi kunda ushbu usullar O'zbekistonda va bizning klinikamizda amalga oshirilmoqda. Jarrohlik usuli, ya'ni vitiligoni davolashdagi automelanocytar transplantatsiya metodida biz sog'lom, ya'ni funksional aktiv melanotsit hujayralar. Melanotsit o'zi nima? Melanotitlar bular teriga rang beruvchi hujayralar. Ya'ni biz ishlab turgan aktiv melanotitlarni D-pigment o'choqqa ko'chirib o'tkazamiz. Va u joyda melanotitlarni yana o'z faoliyatini tiklash uchun muhit yaratamiz. Turli xil fizioterapevtik vositalardan, turli xil mezopreparatlardan va antioksidant kremlar yordamida biz o'sha D-pigment o'choqda melanotitlarni yashash uchun sharoit yaratamiz va u joyda melanotitlar qayta o'zini funksional holatini tiklaydi va melanin ishlab chiqarishiga olib keladi. Bu esa D-pigmentni to'liq yopilishini ta'minlaydi. Ko'pchilik savol beradi, ya'ni qanday qilib o'zi melanotitlar, ya'ni D-pigmentlar, depigmentatsiya yuzaga keladi? Melanotsit hujayrasi, ya'ni teridagi bazal qavatda joylashgan melanotitlar, bular melanin pigmentini ishlab chiqaradi. Ya'ni bitta melanotsit 36 tagacha keratinotsitga rang ajratadi. Melanotitning vazifasi bu rang ajratish. Rang nima uchun kerak bo'ladi? Rang bizni terimizni turli xil tashqi radiatsiyadan himoya qiladi. Ya'ni quyosh nurlaridan himoya qilish vazifasini bajaradi. Agar bir dona melanotsit ishlab chiqarmasa, ya'ni melanin pigmentini ishlab chiqarmasa, o'sha sohada faqat lokal holatda, aynan shu sohada D-pigment yuzaga keladi. Mana shu jarayon, ya'ni melanotitlarni qanday qilib o'z funksiyasini to'xtatganini sababini biz qidirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni turli xil organizmdagi somatik kasalliklarni qidiramiz. Ayrim paytda bo'ladi qalqonsimon bez gormonlarini, ya'ni autoimmun tiroidit kabi kasalliklar yoki T3 gormoni, T4 gormonidagi o'zgarishlar aynan depigmentatsiyani kuchayishiga olib keladi. Biz autoimmun prosessi, ya'ni melanotitlarga nisbatan autoimmun jarayonni to'xtatishga qaratilgan konservativ davo o'tkazamiz va o'sha joydagi melanotsit funksiyasini qayta tiklaymiz. Kasallik uzoq davom etgan bo'lsa yoki aktiv jarayon ketsa va melanotsit hujayralari to'liq destruksiyaga uchragan bo'lsa yoki gibelga uchragan bo'lsa, bu holatda konservativ davo umuman yordam bermaydi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, yo'q urug' sepmagan yerga suv quyib bir narsani unib chiqishini kutganday gap. Va ana shu holatda biz hujayralarni ko'chirish masalasini o'ylab ko'ramiz. Ya'ni sog'lom hujayrani D-pigment, ya'ni o'sha oq dog'ga ko'chirish masalasini ko'ramiz. Qachon bu protseduralar o'tkaziladi? Umuman organizmda ko'payish jarayoni to'xtagan bo'lsa, kattalashish bo'lmasa, yangi oq dog'lar paydo bo'lmayotgan bo'lsa, biz hujayra ko'chirish amaliyotini amalga oshiramiz.
vitiligo bilan murojaat qilgan bemorlarimizni albatta biz check-up qilishimiz shart. Ya'ni organizm holatini kelib chiqib bilishimiz kerak. Ya'ni nima uchun kerak? Biz qo'shimcha somatik kasalliklarni aniqlashimiz kerak, jigar fermentlarini ko'rishimiz kerak va kerak bo'lsa glykokortikosteroid preparatlarini qo'llash, puls terapiyadan foydalanadigan bo'lsak, biz Helicobacter pylorini, oshqozon tizimini, ichak tizimini ham bilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz qalqonsimon bez gormonlari, jigar fermentlari va oshqozon ichak kasalliklarini aniqlash diagnostikasini o'tkazamiz. Bizni klinikamizga murojaat qilgan vitiligo bilan kelgan bemorlarni 90% dan yuqorisi yaxshi natijalarga erishilgan. Ya'ni biz qo'llayotgan davo usullari bu jahon standartlarida eng oxirgi texnologiyalardan foydalanamiz. Ya'ni naroban terapiya, eksimir svetdan, PRP terapiya, kerak bo'lsa hatto imkoniyati bor bemorlarimizga eng oxirgi terapiyalardan ruxolitinib kabi preparatlarni tavsiya beramiz. Vitiligani klinikasida, ya'ni umuman olganda vitiligani klinikasida ikki xil segmentar va non-segmentar, ya'ni segmental, non-segmental shakllarga bo'linadi. Segmentar shaklida bu aktiv jarayon bir paytda tez rivojlanadi va tananing bir tarafida paydo bo'ladi. Non-segmentar shaklda, ya'ni simmetrik kechadi, ya'ni har ikki tarafda kechadi. Ayniqsa tirnoq oldidagi distal falangalarda uchraydigan vitiligani shakli eng qiyin davoga nisbatan reaksiya beradigan hisoblanadi. Lekin bitta narsani unutmaslik kerak. Agar biz stabil holatga erishsak, ya'ni kerakli davo muolajalarini o'z vaqtida amalga oshirsak, stabil holatga erishsak, biz hozirgi kunda epidermal transplantatsiyaga o'tganmiz. Ya'ni o'sha joyga epidermisni o'zini ko'chirib o'tkazib, ushbu oq dog'dan xalos bo'lish mumkin. Agar vitiligoda stabil holat yuzaga kelgan bo'lsa, stabil holatda bo'lsa, bir eng qisqa muddat 4 haftada ham kerakli natijani olish mumkin. Ya'ni hujayra ko'chirish va maksimal fizioterapevtik vositalar, maksimal darajadagi kerakli dori vositalari, kremlardan foydalanib, biz 4 haftada natijaga erishimiz mumkin. Lekin unutmasligimiz kerak, har bir organizm bu individual organizm sanaladi. Ya'ni har bir melansit ma'lum bir muddatdan keyin o'z faoliyatini tiklaydi. Kimdadir 4 haftada, kimdadir 2 haftada, kimdadir 52 haftada ham natija bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu organizm individual holatdan kelib chiqadi. Vitiligo bo'yicha agar sizda savollaringiz bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali yoki bizning sahifamiz orqali murojaat qiling, biz sizning savollaringizga javob beramiz.